1979-yil avgusti o'zbek futboli tarixida o'ziga xos tragediya sifatida qolgan. Buni hamma biladi. Chunki hammamiz yaxshi ko'radigan futbolchilar o'z-o'zidan yo'q bo'lib qolishgan. Tasavvur qiling, siz haftalar davomida stadionga kelasiz, o'sha jamoani o'yinini kuzatasiz, o'sha yigitlarga muxlislik qilasiz, qo'llab-quvvatlaysiz, yutganda xursand bo'lasiz, yutqizganda ranjiysiz, lekin birdaniga samolyot halokatga uchrabdi, jamoa yo'q degan xabarni olasiz. Buni qanday ruhiy kuchli zarba ekanligini so'z bilan ta'riflab berish qiyin. Men misol keltiray. 11-avgustda Paxtakor aviatsiya halokatiga uchrab, mangularga samoda qolib ketdi. 17-avgust kuni taqdir taqozosi bilan Moskvada edim. Torpeda stadionida Dinamo Moskva Ararat Yerevan uchrashuvini ko'rganman. Bu Moskva, bu Rossiya poytaxti. Torpeda stadioniga uzun bir yo'lakdan kirib kelasiz, o'ziga xos daraxtzorlarning ichida muxlislar o'yindan avval kelib, to'p-to'p bo'lib gaplashib turadigan muhit hukm surgan vaqt. Hozirga o'xshab hammaning qo'lida internet yoki telefon yo'q. Hamma haligi og'izdan og'izga o'tib yuradigan ma'lumot davrida yashaydi. O'sha joyda stadionga kirganimizdan to tribunaga o'tgunimizgacha tasavvur qiling, hammani og'zida Paxtakor. Paxtakor portlab ketibdigina emas, zo'r komanda edi. Haqiqiy futbol o'ynaydigan komanda edi. Mart yigitlaydi, tanti jamoa edi degan gapni eshitib borish o'zi emas. Chunki haqiqatdan tasavvur qiling, yo'q bo'lib ketmaydimi degan fikrni ham bildirishadi-ku ba'zida. Bordik, Dinamo Moskva o'ynayapti. Ararat Yerevan o'ynayapti. Moskva Olimpiadasiga tayyorgarlik bo'lgani uchun Dinamo stadioni ta'mirlanayotgan vaqt. Shuning uchun Torpedada o'yin bo'lyapti-da, biror kishi Dinamo haqida gapirmayapti, biror kishi Ararat haqida gapirmayapti. Hamma Paxtakor haqida gapiryapti. Bu Paxtakorni o'sha paytdagi mavqeidan, hurmatidan dalolat. Ikkinchi misol, 26-avgust Toshkentda Dinamo Tbilisi o'ynayapti. Yerevanda, Razdanda Paxtakor birinchi o'yinini, yangi Paxtakor, hamma yoqdan to'plangan Paxtakor o'ynab qaytib keldida, Toshkentdagi keyingi o'yin Dinamo Tbilisiga qarshi. Paxtakor tarkibini stadion diktori unda ikkita tilda e'lon qilinardi, o'zbekchada, ruschada. Ruschada ayol kishi e'lon qilardi. Yarmiga yetib borganda o'zini tuta olmay yig'lab yuborgan. Stadionga 50 ming tomoshabin sig'ardi, 50 ming erkak yig'lagan. Dinamo Tbilisi o'sha kuni yutqizdi. Paxtakor, yangi Paxtakor 2-1 hisobida g'alaba qozondi. Keyinchalik tasavvur qiling, bu 79-yil, 2000-yillarning boshida Moskvada chiqadigan Sport Express gazetasi muxbiri Dinamo Tbilisini o'sha paytdagi yetakchi o'yinchisi Sardori David Kipiani bilan bir betlik A2 formatda katta gazetada intervyu uyushtirdida, savollarni bittasi kelishilgan uchrashuvlarga munosabatingiz dedi. Men hech qachon bunaqa o'yinlarni tan olmaganman, ularda qatnashmaganman deb qisqa javob berdi David Kipiani. Muxbir tayyorlangan ekan. 1979-yil avgustida Toshkentda yutqizib bergansiz-ku. Bu kelishilgan o'yin emasmi? David Kipianining gapi hozirgacha ko'zim o'ngida turibdi, gazetada o'qiganman. O'sha yigitlarni ko'rganingizda, o'sha jamoani bilganingizda, ularning muxlislarini, ahvolini tushunganingizda siz bu savolni bermasdingiz. Biz o'sha yigitlar xotirasi hurmati yutishga haqqimiz yo'q edi. Biz yutqizib berish haqida kelishganmiz. Endi tasavvur qiling, o'sha kuni Dinamo Tbilisi samolyotda uchib kelgan, aeroportdan tushib Botkin qabristoniga borgan. Samolyotda o'zi bilan gul olib kelgan.